opushenniya bo'ladi, qin tushadi. Opushenniya bo'ladi, mana shunaqa matka tushadi. Nima ko'ryapsan hozir? Mana matka oraliq sohasidan tashqarida turibdi. Bu yerda matka tushdi, qin emas. Bor, endi bularning shikoyatlari bilmadim. CD tutolmaslikka bo'lishi kerak, shikoyatim yo'q dedilar. Endi men bu joy постоянно ichki kiyim tegadi-ku, shilinadi, qiriladi, azob beradi, necha martalab yara bo'lib, u bechora bitibdi ham. Ustida qara oqargan ozroq chandiqlari bor. Matka g'adir-budir bo'lib yotibdi. Doimiy tashqarida turgani uchun. Endi onkologiyaga jo'natganimning sababi shaykada muammo bor dedilar. Hozir o'shani ko'ramiz. Balkim bu joy tashqarida turgani uchun shuncha yara bo'lib ketgandir. Shaykada muammo bor. Mana shayka eroziyalari bor ekan. Endi bu возрастda buni 18 yoshli qizda ko'rsak biz vahima qilmaymiz. Yoki 35 yoshgacha ayolda.